ham. Hozir mana shu yerda boshqa narsalar ham ko'riladi. Bu buni shu ish olayotgan narsalaringizni bizlarga aytib bersangiz, shu cho'plar o'zidan o'zi ham bundoq barobar munazzam qayd bo'lmaydi. Buni ko'tiga o't yoqaman. Ondan so'ng ol surx keladi, buni jonboshimani cho'p tarasiga solib bosaman, kajini kaj qilaman, rostini rost qilaman. Ondan so'ng buni siki xalos bo'ldi, gashdan buni qirib taylayman. Qirib tayladim, ondan so'ng buni past o'lchab qirqib so'ng buni jo'ni bunga o'tkazaman. Hisobi ko'p buning ana shu. O'tga solasiz, o'tga solasiz, cho'p yonadi. Bu qanday o'tning tapsi uradi, o'tning o'zi urmaydi. Ha. Aziz ko'ruvchilar, hozir esa Ustoz Tabardan istaymiz, o'sha narsalar shu cho'plarni shunday tayyor qilmoq uchun ish oladilar. Ularni bizga ko'rsatsa va o'sha o'txonasini ham ko'rsatsa, cho'pni qiyra qo'yadi, o'tga yonmaydi. Bo'la. Mana. Mana bunda cho'pni joylaymiz. Mana yetagidan otish qilamiz. Ana buni so'ng surx keldi, olib mana bunda olib bosamizki, rost qilamiz. Mana bundan bunda surx kelgan, mana bundan olamiz tag'in. Ana bunda ana bitib naraqroq turing. Ana bitib rostlaymiz. Ana bitib. Ana bu raqamga rost bo'ladi. Shu cho'p kaj bo'lsa ham rost bo'ladimi yoki rostlarni kaj? Bale, rost bo'lsa ham kaj qilamiz, kaj bo'lsa ham rost qilamiz. A raqamga bizning bakarimiz bo'lsa shu cho'pni kaj rost qilamiz. Ham kaj qilamiz, ham rost qilamiz. Ko'p yaxshi, albatta ko'p zo'r urilgan paytda cho'plar sinmaydi. Yo'q, sinmaydi, otishqa muloyim bo'ladi. Misliki ko'raga o'yinmaydi, muloyim bo'lgandek. Biz buni narsa somonotlar yoki narsalar uyda tuzatishga g'ayr shu do'kondan boshqa ishga boshqa hisobga yo'q. Ana shu qachov barmov randa bu narsalar boshqa teshganiga yuqoriga kor beradi. Xolis ana kaj rost yuqori qo'yib tamom hisobini shu tarafdan jo'r bo'ladi. Umuman shu cho'pni yo cho'p olib kelasiz yoki shu uyda tuzatasiz, qaysi mavsumda ko'p shu uylarni tuzatasiz? Buni shu moy amalga o'saverga shu moy baharga tuzatamiz. Ko'plar faslda ko'proq tuzatasiz, boshqa fasllardan chorvalar mardum ko'chadi, shunda shu boshqa shu bilan uyda ko'p oladi, biz shu bilan tuzatamiz. Aziz ko'ruvchilar, yana bir so'zni men sizlarga aytmoqchiman. Albatta yer qimirlash bo'lgan paytda uylar yiqilsa odamlar biroz yaralanadi. Ammo bu uy yer qimirlasa ham yiqilmaydi. Agar yiqilsa ham unda bir yaralanmaysizlar. Chunki yengilgina tuzalgan va ko'p bir chiroyli uy tuzaladi fikrimcha. Xo'p, eniki ko'klam faslida bu ishni qilasiz. Boshqa vaqt nimalar ishlanadi? Boshqa vaqtlarda kuraga beldasa, omochi bo'yin turib, maqsad har faslga barobar keladi, shu faslda qilib ketamiz degan. Shu umoch dedingizmi yoki? Amoch va hisobi chorvalardagi o'kizni ketgan jerdaydi. O'sha qanaqa bo'lib tuzaladi va shu yerda hozir bormi bizda? Bor, ha, mana shu yerda hozir bor. Cho't va barmoq va araman tuzaladi. Aranda mana. Tayyor bor mana. Shuni uchi biroz kaj. Shuni ham haloga to'g'rilaganingiz yo'qmi? Bale, uchi kaj bo'lsa, xayr, buni cho't bilan bir randa bilan jo'r qilamiz, cho't va randa. Bu uni mashina kaj bo'lmaydi. Yo'q, mashina kaj bo'lmaydi. Umuman istifoda qilasiz. Umuman tut cho'pdan ko'p istifoda qilamiz.
illati nima narsa xo tut cho'pdan. Cho'pning illati shuki, ham subuq keladi, ham jorilmaydi, ham yaxshi ish beradi. Biri namga ham muqomati bor, isiqqa ham muqomati bor. Hozir sho'ra bir ozroq narsalar ko'riladi. Bular hammalari nima narsalarga hozirlanganda? Mana shu cho'plar o'shada ko'rib turibmiz. Cho'plar ana shu uyga u beldastaga u bo'yin qomoshqa u bo'yin turqa u maqsad ana shu bakarimizga buzib ketaveramiz degan ana shu har narsaga bakar bo'ldi. Shunga shu narsaga buzamiz. Mardumni istaki nima narsa ko'pincha sizdan nima narsani istaydi va olib ketadilar yo o'zingiz yetib sotasizmi? Men shu chiziki bor o'zim ham olib borib beraman, shu bellasa u kuragimni boshqa narsamni tashga chiqarmayman. Mardum otim mardumga ketgan darvozadan keladi, shu narsani har narsani so'radi, shu narsani jo'q qilib beraman, olib ketadi. Shu uylaringizni umuman aytasiz tog'larga olib ketadi. Qani shorga ham olib ketib uyga shorga bakar emas, chiziki bor tovushlar olib ketadi. Tovushlar nega ket o'rkajaga ko'chadi, o'tning boshiga ko'chib boradi, o'ltiradi, molini chiqaradi, shunda savadi, mollari tashlab o'laydi. Yana guzorasi shu tashlab yaxshi o'tadi. Sizdan so'ramoqchiman, shu uylarni aytasiz, sho'ra tuzatdingiz, mana shu holatga qo'yasizmi yoki bexi bog'lab berasiz, olib ketammi? Bog'lab beraman, olib ketadi. Katta bir narsa bo'lmaymi? Yo'q, lukasini bir joyga baylaymiz, bo'lak-bo'lak baylaymiz. U olib ketgan kishilar o'zlari sonra uni o'shanda tuzatalarmi? O'zlari so'ng shu sobiq kampirlar biladi. Shuni shu raqamiga maydonga tigib oladi, bala. Sizdan istasa xo men shuni bilmayman, sizda esa xo siz shuni kelib bog'lab bering desa borasiz? Bali boraman. Shuni ba'zan kishilar aytadi, hozirlar shu yangi ta'mirlarning ustiga ham shu dizayn berish uchun ish oladi deydi. Shunday bo'lganmi, xo bironta shorga o'ltirayotgan kishilar ham sizdan shuni olib ketganmi? Shorga o'ltirayotgan kishi xushplagacha mendan olib ketgan jo'q rosi. Nimaga qadi eshituvim borki, xorijlarga pisand bo'lib, ko'ylardan shu o'tovlarni sotib olib ketdi deb eshitganim bor. Ko'p yaxshi. Hozir aziz ko'ruvchilar, o'shanda bizlar ko'ramiz, uyga bir ozroq narsalar bor. Shu uydacha narsalar bor, ularni bo'lam bizlarga ko'rsatib bersangiz. Shu uydacha. Bu yerda mening oldimda u asbobi yo'q degan qayri cho'bidan boshqa. Yo'q, men uydacha bir ozroq cho'blar ko'riladi, deganlar ko'riladi. Fikrimcha tuzatib qo'yilgan narsalar bor. Shu kurakka ish olinayotgan taxtalar ham oldingizga bordi, o'shalarni bizlarga ko'rsatib. Bale, ha, kurak uchta tomda bor. Bale. Aziz ko'ruvchilar, bizlar bilan kelayapman, u narsalarni ham sizlarga ko'rsatamiz. Kurak bo'ladi, sozlab qo'yibam. Mana shu taxtalar bor, kurak bo'ladi, sozlab qo'yibam. Mana shular. Ne? Qadim zamonda moshin yo'q edi, cho'plarni raqsa shuni to'g'ri. U paytlarda sizlar qanaqa qilib kurak tuzatdingizlar? Mana bu yerda 200 cho'p jorg'anim ham bor. Mana moshinga tortmaganim. Qanaqa qilib yorasiz? Mana shunday cho't turib ketamiz, ana ponani qo'yamiz, karsni shunday uramiz, karslar jorlar. Barobar yoriladi. Shuna bir narsa meni ko'zimga tushdi. Mana bu nima narsa? Qaysi? Mana bu. Bu ham kurak tomlarisini nimani barpini qo'yamiz. Shu kuraklar umuman necha raqam bo'ladi yoki necha raqam kurak tuzatasiz? Kurak bu barfak biziki surib kuraymiz, boshqani bu kurakni yo'l qilig'ini bu bilan bitib taylab taylab ketaveramiz. Yana boshqa bug'doyga qilamiz, buni chitib maydaroq bo'ladi, uni osmonga bug'doy taylab uni bug'doyga ortamiz. Aziz ko'ruvchilar, o'shanday ko'ramiz, o'sha uyni devori mana bu yerga tuzatilgan, qo'yilgan ekan. Bu ham o'sha nima narsa deb aytdingiz buni otini? Mana o'g'i. O'g'i, keraga, buni eshigi ham bor. Bu bir ko'p jolib bir uy bo'ladi fikrimcha. Ko'p yaxshi uy nesa bo'ladi. Ko'p yaxshi.